faqat ilm bilan zabt etish mumkinligi bugungi kunda hech kimga sir emas. Ilmni yanada chuqur egallashimizga yordamchi esa kitoblardir. Kitoblar nafaqat bizga bilim ulashadi, balki bizni tasavvur olamimizni ham kengaytiradi. Assalomu alaykum. Kitob mutolaasini hech ham kanda qilmaydigan yoshlar. Biz ilm va hikmatlarni bebaho gavharga, doimiy porlab boruvchi olmosga qiyoslaymiz. Bu bejiz emas albatta. Al-kimyogar sehrli mo'ynani izlab yo'lga chiqqani kabi, biz ham ilm dargohlarini izlashimiz uchun olis manzillarni safar aylashimiz lozim. Assalomu alaykum, bizni ekran qarshisida kuzatib boruvchi kitobsevar tomoshabinlar. Sizlar bilan iliq davrada pozitiv kayfiyatda ko'rishib turganimizdan behad shodmiz. Ko'rsatuvimizni ishtirokchilar bilan tanishib olishdan boshlaymiz. Men Sharopa Diora, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Navoiy akademik litseyi 2-bosqich talabasiman. Assalomu alaykum. Men Naima Muhabbat, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Navoiy akademik litseyi 2-bosqich talabasiman. Mana sizlar bilan tanishib ham oldik. Endi navbatni shartlarga bersak. Birinchi shartimiz mening ijodiy ishim deb nomlanadi. Bu shartda sizlar o'zingizga yoqqan asar yoki she'r haqida aytib berishingiz kerak. Qanunda boshladik. Shu paytgacha bir necha bor kitob mutolaa qilgan bo'lsam, ular ichida menga eng yoqqan asar bu Ufq, ya'ni Said Ahmadning Ufq romani hisoblanadi. Ushbu asar roman trilogiya hisoblanadi. 3 kitobdan iborat. Ya'ni bu asarda urushdan oldingi, urush payti va urushdan keyingi voqealar yaqqol tasvirlab berilgan. Ushbu asarni o'qigan kitobxonning qalbidagi kechinmalar haqida tasvirlab beradigan bo'lsam, ushbu asarni o'qiganimda undagi obraz qahramonlari, ularning ishtirokchilari, ularning hayot yo'li hozirgi kundagi barcha yoshlar uchun tarbiya o'rnak sanaladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi aynan ushbu asarni o'qiganimda menga Tursunboy obrazi juda ham negativ ta'sir qilgan. Ya'ni nima demoqchiman? Tursunboyni oilada yolg'iz farzand bo'lganligi, ya'ni oxirgi farzand bo'lganligi va unga onasi tomonidan juda ham ko'p erkalatib yuborganligi sababli bemehr bo'lib o'sishi va onasiga, otasiga nisbatan bo'lgan munosabatlari juda ham kitobxonni ta'sirlantirib qo'yadi. Ana shu asardan olgan taassurotlarim haqida gapiradigan bo'lsam, undagi urush davrida, urushdan keyingi, oldingi o'sha insonlarning hayot kechinmalari yaqqol tasvirlab berilgan. Unda qilingan qiyinchiliklar, mashaqqatlar, ulardan qanday insonlar yengib o'tgan haqida yaqqol namoyon etilgan asar hisoblanadi va bu asarni barcha kitobxonlarga o'qishni tavsiya etaman. Bu juda ham hayotimda nima deydi, boshqacha o'rin oladigan asarlardan va eng katta yaxshi yozuvchilardan biri hisoblanadi Said Ahmad. Men Muhammad Yusuf ijodidagi bir she'rni o'qib bermoqchiman. O otamakonim, onajon o'lkam. O'zbekiston jonim to'shay soyangga, sendek mehribon yo'q, seningdek ko'rkam. Rimni alishmasman bedapoyangga. Bir go'sha suv bo'lsa, bir go'sha qirlar. Qancha yurtni ko'rdim, qancha taqdirlar. Qayga bormay boshni suyab tik tut deb, tog'laring ortimdan ergashib borar. Ko'rdim sulovlarning eng faranglarin, yo xudbinman, yo bir sodda kasman men. Parijning eng go'zal restoranlarin bitta tandiringga alishmasman men. Na gapga ko'nayin, na til bilayin, ko'zdan uyqu qochdi, tildan halovat. 3 kunda sog'ilsam nima qilayin? Chala qolar bo'ldi barcha sayohat. Birinchi shartimizni ham yakunlab oldik. Buning uchun sizlarga kattakon rahmat. Ikkinchi shartimizga navbatni bersak, ikkinchi shartimiz qiziqarli savol-javob deb nomlanadi. Biz sizlarga savollar taqdim qilamiz, javob berishingiz kerak bo'ladi. Uzoq yastidan haqiqat izlab Ulug'bek saroyiga bosh urib kelgan iste'dodli shoir va arslon yurak jangchi kim? Bu o'ylashimcha Qalandar Qarnoqiy. Qalandar Qarnoqiy Ulug'bek xazinasi romanidan. Ikkinchi savolimiz, onalar farzandlarini hamisha birga bo'lishini istaydilar. Qismat esa ularni qanot chiqarishi bilan har yoqqa uchirib ketadi. Ushbu xulosa Dunyoning ishlari kitobidagi qaysi hikoyatda uchraydi? Bu menimcha Haqqush asarida. Haqqush hikoyasi, to'g'ri. Uchinchi savolimiz, payg'ambarimiz qanday insonlarni men bilan jannatda yonma-yon turadi deb aytadi? Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam yetimning kafilini olgan insonni men bilan jannatda yonma-yon turadi deb aytganlar. To'g'ri, uchala savolga ham to'g'ri javob berdingiz. Endi esa navbatni ikkinchi ishtirokchiga beramiz. Qanunda boshladik. Bir vaqtlar qizlarni shaydo qilgan, ko'zlari bugun atrofga ma'nosiz boqadi. Ushbu personaj kim? Tursunboy.
Ha, javobingiz to'g'ri. Og'ir tabiatlik, ulug' gavdalik, ko'rkam va oq yuzlik, endigina mo'rti sabz urgan o'zbek xonadonida juda ham mashhur bo'lgan roman qahramoni kim? O'tgan kunlar asaridagi Otabek. Javobingiz to'g'ri. Uchinchi shartimiz bookmark yasash deb nomlanadi. Bu shartda sizlar chiroyli rangli qog'ozlardan bookmark yasashingiz kerak. Agar tayyor bo'lsangiz, boshladik. Vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rib turganingizdek, Muhabbat bu shartimizda 5 ta bookmark yasadi, Diyora esa 6 ta. Diyora g'alaba qozondi. Ko'rsatuvimizda a'lo darajada qatnashganingiz uchun sizlarni mana bunday ajoyib tarzdagi kitoblar bilan mukofotlaymiz. Ko'rsatuvimiz haqidagi sizning fikrlaringizni bilmoqchimiz. Marhamat. Avvalambor kattakon rahmat. Ushbu ko'rsatuv menga juda ham yoqdi. Shartlar bir-biridan qiziqarli, barcha shartlar deyarli ajoyib o'tdi. Menga ayniqsa bookmark yasash sharti juda ham yoqdi. Kitoblar uchun esa alohida tashakkur. Bu ko'rsatuvga taklif qilganlaringizdan minnatdorman. Juda ham yoqdi ko'rsatuvlaringiz. Menga bu ko'rsatuvda ikkinchi shart, ya'ni savol-javob sharti juda ham yoqdi. Kitoblar uchun sizlarga alohida rahmat. Mana yoz mavsumini ham boshlab oldik. Keling endi sevinch yosh kitobxonlarimiz uchun yozni yanada maroqli o'tkazish uchun kitoblar tavsiya qilsak. Qani unda boshladik. Kristin Landerbergenning Baxt pechenyasi nomli kitobi. Luiza May Olcottning Kichik xonimlar kitobi. Yasmin Muhojjitning Qalbingni isloh qil nomli kitobi. Furqon Demirtoshning Qaytish nomli kitobi. Javlon Joliyevning Onam va koinot nomli kitobi. Dale Carnegiening Psixologik asarlar nomli kitobi. Vaqt oliy hakam deganlaridek, bugungi ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan yana ro'ppa-rosa bir haftadan keyin ko'rishamiz degan umidda bugun sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.